Guliston shahri Yuksalish mahallasida mana suv oqova quvurlari ishdan chiqqan ekan. Oqova suvlari ishlamagandan mana bu yerda ko'lmaklar hosil bo'lib, juda xunuk manzarani tashkil qilgan. Bu yerda 4 ta ko'p qavatli binomiz mavjud ekan. Oqova suvlari quvurlari batamom to'lgan ekan. Mana bu burg'ulash apparati yordamida mana bugun 150 metr joyimizni hech qayerga zarar bermasdan quvurlarni yotqizdik. Keyingi ko'p qavatli uylarga o'tamiz. Uni ham qisqa muddatda topshiriladi, xudo xolasa. Mana bu ko'p qavatli binomizni oldi qismida ekskavator yordamida kovlashda imkoniyati bo'lmaganligi uchun biz burg'ulash apparati yordamida hech qayerlarga zarar yetkazmasdan turib, mana shu joydan 150 metr quvurimizni yotqizib bo'ldik. Mana ko'rib turganingizdek, hech qayerga zarar berganimiz yo'q. Ishni tugatdik.